bu paytda fursat pishib yetildi deb Jalodiva umrida xonishni ko'rib boqmagan lashkarlarni chaqirib xonishni o'ltirib etmoqchi bo'ladi. Dongliq qilishvoz Katappa bo'lsa, qilishni tashlab qo'yib, ishikdan birini qo'mirib elib, odam kelsa qo'rqmayman yapir, chunki badu menda fangdawmir deb dushmanlarni vaqtincha to'sab qoladi. Odatda bir jini bilan yuzga tetadigan Katappa rejissorning o'rinlashtirishi bilan podshoning bo'sh bir tepshig'iga yetib berdi. Xonish bo'lsa, qizim, siz tug'utdini yangi qopdingiz. 40 kungacha yesherga bormay chim yiting. Men tövanga dekkilechib chiqaychimi? Debla Disha Tungdov bilan qechib ketdi. Karvonxonaga ko'yib yurgan Baladiva, "Bahobali, sen uchun onamdan kechalmidi. Men bu masalani osonla hal qilaman. Buningdan keyin qinapining dardini tatmaysan" deb o'z onasini o'xya bilan yo'lga sep qo'ydi. Suvga tushib ketgan Balako'zxon amaliyotda o'lmagan edi. U o'zini qurbon qilish badaliga Bahobalining o'g'li Mahitra Bahobali yana hozirgi Shivaning jinini saqlab qoladi. Dadasini o'ltirib bu gaplarni qilchimi xijil bo'lmay Shivaga deb berayotgan Katappa, "Men qirdim. Qo'lingdan kelganini qil. Dadangmo xo'rk yo'g'an bir nima deydi." Bu gaplarni anglagan Shiva onasining yiniga yugurib keladi. "Hey, ona, dadamning yo'g'an, dadamning xo'rigini yo'g'an deydi-ku. Ha? Nerede qaldinglar? Necha yildan yoqi fuarday deb qo'ysanglar bo'lmabdi meni. Tag'am degan bir nimani qo'rg'ini ushlab etmaydigan bo'lsam, bu gaplarni anglagan xalqlar taraf-tarafdan yig'ilishib ketadi. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Mobalni podsho bo'lgan deydi-ku. O silvolayli-juma silvog'imiz qoladi. Ammo g'azab yarishibdi-juma mobal. İçilib ketibdi ama bidir. Men bayatın silanmay qoldim. Men shu silanmay qoldim. Hey yigitlar, bu tehi boshlanish. Xandonlikni bir qo'limizga olayli. Ni yo'g'on narsalar boslaydigan. Oligey! 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 Bu chog'da yana bir tarafda bo'lsa, podsho Baladiva zodi qandoq zanjir taqiganda haqiqiy hep-hop bo'la oladiganligi to'g'riliq bosh qotirib Mavo bekpayzi zanjirdi. Lekin taqib olsam sal jo'nga ko'rinmay qolamanki. Hey, lekin bekpayzi umraqdimda. Haqiqiy Robning ro'yi zodi zanjirdimu, qopiyadimu? Ajab beshim qotdi. Hocam, Katappa bir to'p gangstarlarni boshlab siz bilan birga-bir battle qilmay deydi. Kes qilamdik-a? Bu chog'da podsho o'zining bobejingsini ishga silib, Yiroqdagi ahvolni kuzatib boqmoqchi bo'ladi. Hamda Yiroqdan so'ngrin to'v qilg'ini kelgan Sharvonxonni ko'rib qoladi. Ammo kirim qilmagan satang bir cho'kan kelyapti jima. Olam, nima bo'ldi? Yaqila. Tercho'kamika? To'xta, men ko'ray. Men amroq. Nadiki qircho'kanu. Bahobali ekan-ku. Bu chaqda Sharvonxon qarindoshlar jam bo'lsa deyman degan naqshini to'lab, Baladivaning bolasining bir qismini qaytirib berdi. G'iriblikda qolmasa ona, yolg'izlikda qolmasa dada, qilsa bola burchini ota. Qarindoshlar jam bo'lsa deyman. Azaldan birga bir chiqishdan qo'rqmaydigan bu podsho qo'shin boshlab o'zining omroq kombayinsini haydab, yo'lni jiroq ko'may Sharvonxonning yiniga keldi. Va Sharvonxon bilan ishkirlab paranglish uchun mehmon do'stlarcha put qo'lni bog'lab, o'zining o'rtasiga kirib ketdi. Botir Shiva onasini qutqizish uchun podshoga o'xya otdi. Lekin keyinu tex tugmadi-da. Shunga podsho undoq oson o'lmaydi. Hamda qopli qilib o'xyoni tutib oladi. Ey Baladiva, oldin qitim o'xyoni bundoq tutib olgan odamning oqibati yaxshi bo'lmagan-jimi? Nimali bo'lmas diqqat qil. Baladiva Shivani to'sib olish uchun lashkarlarni o'xyo etishga qo'ydi. Shiva bo'lsa, "Akang xuyen, bundaq ishlardan qo'rqmaydi" deb yonmay oldiga chiqdi. "O anangni xotirjam bo'lsin desang, bundaq qaramlik qilma. Nima qilib bersam bo'ladi? Ha? Anam dedim-ku. Kallangni ishlat dadangdek ishak bo'lma. Baqiraysan jaranglik, qilma hargiz qaramlik. Ahling bo'lsa shoburut, o'pcho'rimiz baranglik. To'satdan Shivaning kallasiga Fannudi Shavnev degan o'yin kelib qoladi.
Shivaning lashkarlari shunchalik chinki yog'och sundiki sunk sunmaydi. Bizning Botir Shiva go'yda sanchur solsa, go'yda meygo duyjanga o'zgaradi. Yana bir tarafda bo'lsa, bizning Pakmaya ishtqu zavotimizning birinchi qo'li Jalodiva Katappaning toz beshini aylantirmoqchi bo'ladi. Ey Katappa, hamini datsini o'ttiribetding. Ko'nilada toz bo'lsang gadangichi bo'l degan gap batdi. Sen tiha amda o'ttirg'ich toz bo'psa, Shivanimi o'ttiribetib, "Xapoma, men qayerdim, menga nima amal?" deb turvasangli bo'laverdi. Katappa qo'lidagi shamshirni qattiq tutib, Shivani o'ltirib etish niyatiga keldi. Dal mush vaqtda beshini ko'tarib, kunning nayzi bo'yi o'rliganligini ko'rgan Katappa Jalodivoni ta'tir qachat bilan birni soladi. "Ey, toz qaptimi ozg'ili? Bir kimani mengit ko'ryotamsa, tozning ahli tushdinkin deb anglamaganmi? Hozir tushdinkin bo'p bo'ldi. Endi topdim ahlimni. Bugun topdim ahlimni. Endi xumsi olmayman." Otishning anjiri yomon rapchining zanjiri degan gapni anglagan Shiva, Baladivaning zanjirini uzitish orqali o'zining rap dunyosiga kirdigan yo'lini taltuks ichib yutdi. Tashlab ketdik. Yenimdeki bu xotinni chaqirdim men ana, kep qoldim men yeningga, taxt talishmana. Yaman bo'lsang o'zing chiqib bir-birlab chana, lekin mening odimimga qishalmisan sana. Yo, akang baho MC Shiva. You checking up? Oh yeah, okay. Yo, checking out. This is MC Diva Zanjir. Okay, başlap ketdik. Come on. Ey jiyanim, etvatqinning g'azal mo ya rap mo? Ya bo'lmasa qung'ang'ilni urib topgan gap mo? Atrofingga qarab baq, odimimni sanab baq. Bir ko'y to'lab ko'rishim, cho'qim menga shart mo? Men nima dedim? Ya pul to'lab ko'midim. Sen ishlaganga sen rozi, bekorlik ko'ygaga men rozi. Gapingning ma'nosi nima zoti? Bahubali Mehmet Salih. Qo'limda bozgan mikrofon, Po'lat Saymanim mikrofon, kallanga bir mush mikrofon, motherfucker mikrofon. Yeah. Rapti Baladivaga tankilanmagan Shiva bir mush yab Xogo qozinning yiniga berib qoladi. Xogoning tuzini tetib rus bir yavog'andan keyin bu tomoqning amaliyotda haqiqiy issiq bosadigan er kishiga kuch-qudrat beg'ishlaydigan tomoq ekanligini isbotlab berdi. Baladiva bunda quvvatli tomoq yegan Shivaga tankilanmay qoladi. Hamda o'zining o'tgan kunlariga ichinib qattiq vaqiraydi. "Hammang bahu balam deysa, shulam xo'li bo'lamda, ha? Men bir xo'li bo'lib baqsam nima bo'ladi?" Sharvoni ham bo'lsa, "Mana emisa seni o'zim bir qo'lli xo'li qilibman" deb uni maydondagi qiziq nuqtaga aylantirib yetdi. Shunda qilib Shiva Hindiston xonadonligi podsho bo'lib taxtga o'ltirdi. Hamda Hindistonning bugungi kun kelganda dunyodagi nomratlar nupusi eng ko'p davlat bo'lishiga asos soladi. Chunki u bir obdan taqsidan qolgan oltinlarni xalqqa yertib taqitib bermay suvga tashib yetdi. Shuning bilan bu kinorimiz oxiri tugadi.